Assalomu Kartal Detail studiyadan xush kelibsiz bolalar. Hozirgi kunda ko'rayotgan bo'lsanglar, tuning sentrlarida, ya'ni avtomobil tuning sentrlarida rosa reyd bo'lyapti. Imенно migalka, sirena masalasi rosa avjiga olgan, ya'ni tekshir nazorat bo'lyapti. Mani servisida unaqa noqonuniy harakatlar qilinmaydi. Bugungi olib qolgan Cobalt bilan tanishtirib o'tib ketaman. Полностью shum izolyatsiya olib qolganman va orqa bagajga men obshivkasini qo'yib beraman. Bilasizlar, bunda bo'lmaydi. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, skoch qilingan. Sababi bugun xudo panikasini qilaman va qiziq joyi полностью salonni himchiska qilib, yonlarini, полностью kojalarini mana latta qismini koja qilib berganman va akvaprintlargacha qilib berganman. Полный весь salon va salonga kerak brum laminatsiya qilganmiz va qiziq joyini avtoglazdan 30 talik qonuniy qilib, ruxsatnomasi bo'lgani uchun qonuniy qilib 30 ta qilib berganmiz. Yana qiziq joyi shuki, bu mashinani qiziq joyi himchiskadan motorlari yuvib, akkuratni qilib, sirena yo'q, migalkalar qo'yilmagan. Oldi plastmassasini olib tashlab, ichiga sepka qo'yib berganmiz. Albatta nima desam bo'lar ekan. Bizlar noqonuniy ish qilmaymiz. Bizlar zo'r maslahat va zo'r tavsiya beramiz. Kartal Detail doimo sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiya beradi. Qonunga xilof ish qilmaydi. Shu